Assalomu alaykum doktor. Bolamga 5 oylik, 3 oyligida separin dermatit tashxis qo'yishdi. Xo'p, dermatitlar o'zi yosh bolalarda juda ham ko'p kuzatiladi. Buni xalq tilida qazg'oq deb ham yoki bo'lmasa oylik deb ham ataladi. Har xil turli xil nomlari bor. Buni asosiy sababi onada yoki otada allergiyaga moyillikni juda yuqori bo'lishi. Albatta yoki onada yoki otalardagi holat ham o'tishi mumkin bolaga. Va yana bir muhimi, u tug'ilgandan so'ng ham o'sha allergik faktorlarning yo'qolmasligi. Buning uchun nima qilish kerak? Yaxshi gastroenterolog ko'rigi, axlat analizi va boladagi ferment analizlari tekshirilgan holatda yaxshi gastroenterolog hamkorligida bolani bu holatdan 2-3 oyda chiqarish mumkin. Bu nimasi bilan xavfli desa, agar ovqat hazm qilish buzilganda bolalarda o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi va aqliy faoliyatga ham bu ta'sir ko'rsatishi mumkin.